しくに埋もれて未完成な私を認めて消えすめのフィクション嘘と誠の不協和音でき損ないな愛でも許して構わないこの舞台生き抜いてかませるのハイテンションやろうな話じゃおとなしくはなれないXo'sh, o'lib bo'ldimi? Men yetyapman. Hozir oila boshlig'i haqida o'yla. Buning ustiga o'layotgan Maki. Rostdanmi? Mayli, farqi yo'q. Basharasi chiroyli bo'lsa ham ichida kiri bor. U erkaklarni umuman qo'llashi bilmaydi. Erkak ortidan uch qadam ham yura olmaydigan ayolni harakatli qilish kerak. Bu jihatdan May ajoyib. Uni yuzi ham, ko'kragi ham Makiga o'xshaydi. U o'zini qattiq tutadi, lekin chindan ham ayol ekanligini tushunadi. Kech qolding. Nima qilib yurganding? Otang jon berish arafasida. Kechirasiz u, lekin bu savolingizga javobim nimani qo'ylatar ekan? Baribir ham Zenin oilasini keyingi boshlig'iman-ku. Chunki akalarim hammasi g'irt omadsiz bo'lsa, amakam esa otam ukasi bo'la turib hech narsaga erishmadi. Qizini gapirmasa ham bo'ladi. Jinchiga kelsa. Basharasi menga yoqmayapti. Qaniydi Toji bilan o'rin almashib qolishsa edi. Otam o'lim yoqasida yotibdilar. Insofiylar bormi o'zi? Hamma shu yerdami? Hozirgina Zenin oilasining boshlig'i Naobito Zenin janoblari vafot etdilar. Ularning vasiyatnomalari meni qo'limda. Naobito janoblarining so'nggi tilaklariga muvofiq Ogi Zenin, Jinchi Zenin va Naoya Zenin uchalangiz kelganingizdan so'ng buni sizlarga yetkazish menga topshirilgan. Agar e'tiroz bo'lmasa, vasiyatnomani o'qiyman. Birinchidan, Zenin oilasining 27-rahbari Naoya Zenin bo'lish kerak. Ikkinchidan, Naoya barcha mol-mulkni, shu jumlada Tokio tumanidagi Jodugarlar akademiyasi va la'natlangan qurollarni meros qilib oladi. Zenin Ogi yoki Zenin Jinichidan biri buni tasdiqlashi bilanoq, Naoya barcha vazifalarni o'z zimmasiga olishi mumkin. Mayli, qo'yganim bor. Ammo agar biror sababga ko'ra Satoru Gojo vafot etsa yoki o'z xohishi bilan harakat qilish qobiliyatini yo'qotsa, Toji Fushigura bilan tuzilgan kelishuv amalga oshirilsin. Megumi Fushigura Zenin oilasi tomonidan qabul qilinadi va Zenin oilasi boshlig'i etib tayinlanadi. Barcha mulklar unga o'tkazilishi shart. Nima? Bular hazillashyaptimi? U ikkalasi turshayu qanaqadir mishqini boshliq qilish, menimcha ularni tomlar ketib qolgan. Megumi hozir qayerda, u nima qilyapti? Aniq bilmayman. Lekin u Tokioda Itadori Yujini qidirayotganga o'xshaydi. Bu yana kim? Sukunani tirik qobig'i. Unaqa bo'lsa tepadigilarga ayt. Naoya Zenin Sukunani qobig'ini o'ldiradi. Megumi Sukunani idishi bilan birga shunaqa emasmi? Ikkalasini bittida tinchitaman. Tokio hozir la'natlar makoniga aylangan. Odamlar qachon va qanaqa bo'lishini ahamiyati yo'q. Ular o'lgach, qolgan hamma narsa o'z-o'zidan hal bo'ladi. Zenin oilasini boshlig'i men bo'laman.
Itadori. Nima qilmoqchisan? Yuji. Jarohatlaring qanaqa? Zarba yeganimni hisobga olmaganda yaxshiman. Menimcha, bu Sukuna sababli. Uni kuchi ortib borayotganini sezyapman. Yuji, mendan xavotir olma. Akademiyaga qaytishim mumkin. Baribir Shosu va boshqalarning jasadlarini topmoqchiman. Xavotirda emasman. Gap qaytishni xohlash yoki xohlamasligimda emas. Sukuna Fushigurodan foydalanib nimanidir rejalashtiryapti. Va yana men ko'p odamlarni o'ldirdim. Agar sen qutqargan odam bir kun kelib kimdir o'ldirsa-chi? Endi hech kim bilan birga bo'la olmayman. Rostdan rozimisan, Choso? Akalaringni ham o'ldirganman-ku. Ha, bu baxtsiz hodisa edi. Agar Esu va Kechizu mani o'rnimda bo'lishganida ular ham shunaqa qilishardi. Gap kechirish yoki kechirmaslikda emas. Aka-uka bo'lish mana shunaqa. Ketdi. Hozircha faqat la'natlarni kamaytirish kerak. Choso! Yuji. Ajoyib. Men bilan jang qilganingda juda ham kuchli tuyulgan eding. O'shandan beri u noziylik bilan la'nat energiyasini boshqarishga o'rganibdi. Mukammal la'natlangan quvvat nazorati butunlay boshqacha darajadagi kuch. Haqiqiy iblis hukmdori. U hali to'liq tuzilmagan ham. Kutilganidek, ancha o'sibsan uka. Hali ham shunday deyapsanmi? Kerak bo'lsa ming marta aytaman. Eslab qol. Bu bo'lgan va bo'lishi ham kerak. Otang ham xuddi shunaqa edi. Juda ham mag'rur. Megumi bu yoqda emasmi? Yerda kelib qo'ydimmi deyman. Shunaqa ham bo'ladimi? G'ir tormoz ekan-u. Bu yigit kim? Hozirgina Fushiguro dedimi? Sizlar ham hayron qoldirdinglar. Juda ko'zga tashlanib turibsizlar. Qochmoqchi emasmisizlar? Qochish?
Nima? Bilmaysanmi? Endi Saturni himoyasi yo'q ekan, sen o'limga hukm qilingansan. Gojo ruxsat bergan ko'plab jodugarlar akademiyasi sehrgarlarni qutqarib qolgandi. Mani Megumiga ishim bor. Shuning uchun seni tirik qolishing yoki o'lishingni menga farqi yo'q. Lekin sizlarni shunchaki tashlab keta olmayman. Shuning uchun bir ikkita oyog'ingni sindirib qo'yaman. Fushiguro bilan nima ishing bor? Uni o'ldirmoqchiman. Faqat o'lishidan oldin bitta hujjatga imzo cheksa bo'lgani. U aytishlaricha seni qidirayotganga o'xshaydi. U juda ham tez, lekin nimasidir g'alati. La'nat texnikasi bo'lsa kerak. O'ylaganimdan ko'ra yaxshiroq ekansan. Boshida qumursqasan deb o'ylagandim. Sukunani qobig'i ekanligini bildim, lekin yonidagi kim? Mayli, azgincha tezlashamiz. Gojo sensei? Yo'q. Undan ham kuchliroq. Nima? Yolg'iz emasmisan? Bu kim? Kim bo'lsa ham ularning maqsadi. 3 kishi bo'lsa Itadorini kim o'ldiradi? Demak, u ham Yujini o'ldirmoqchi. To'xta, men sen tarafdaman. Okkotsu-san shunaqami? Okkotsu Fushiguro etgan 2-kurs talabasi. Maxsus darajali sehrgar Gojo sensei bilan bir xil. O'zing kimsan? Naoya Zenin, makina makivachchasi. Xuddi senga o'xshab Itadorini o'ldirish buyurilgan. Ketdi, Yuji. Mayli, o'zingni bos. Senga aralashmayman. Sariq sochli juda ham tez va xavfli. U bilan quvlashmoqchi yaxshilik bilan tugamaydi. Men uni ushlab turaman. Ishonching komilmi? Evaziga, agar Itadorini o'ldirsang, boshliqlaringga buni bir muddat etmay tura olasanmi? Uni bittasi uchun xo'rak qilmoqchiman. Qo'y. Nishonga olamayotgansan sen, Yuji. Qora sochli. Faqat Okotsudan qochishga e'tiboringni qarat. Unda Gojo Satoru bilan bir xil kuch. U bilan jang qilsang o'lasan. Menimcha Megumi haqida gapirganimda holat yomonlashardi. Shunaqa Yuji jodugarlar bilan jang qilmaydi yoki meni tashlab ketmaydi. Uni tushunish qiyin. Kechagi joyda uchrashamiz. Yaxshi. O'ldirganimdan keyin u saniki. Tushundim. Tez ekan. Qilich ko'targan holatda ham shunaqa yugura oladimi? Men o'ylagandan ko'ra tezroq ekan. Bir zarbada yengaman deb o'ylagandim. La'nata. Demak, u mana Okotsuni yo'lini to'sish rejamni anglab yetibdi-da. Men buni oldin ko'rganman. Qon sehri to'g'rimi? Nima sababdan bu senda borligini bilmayman. Lekin qon bilan kesish unchalik xavfli emas. Qonni boshqarish uchun yig'ish kerak. Bu esa ko'p quvvat talab qiladi. Qolganini aytmasam ham tushungandirsan. Shoh va mot san olding. O'zing haqingda o'yla. Ukimga qo'l tekkiza olmaysan. Va biyodan tirik qaytaman deb o'ylama. Unga aniq tegisaman deb o'ylagandim. Xuddi Makiga o'xshaydi. Hayron qoldingmi? Unchalik kuchli ko'rinmayapman, shundoqmi? Kuching ko'p bo'lmasligi mumkin. Lekin juda ko'p la'nat quvvating bor. Aslida men kuchsizman. U kuchsizligini la'natlangan quvvat bilan to'ldiradi. Hamma shundoq qiladi. Lekin u buni qilganda, u xuddi meni teskarim.
Sezdingmi? Menda janob Gojoga qaraganda ko'proq energiya bor. Ammo janob Gojoni 6 ta ko'zi bor. Shuning uchun ham u texnikalarini faollashtirsa, energiyasini yo'qotish deyarli 0 ga teng. Sehrgar sifatida hali ham u birinchi o'rinda. Mana la'nat energiyam tugashi mumkin, uniki esa hech qachon tugamaydi. Menimcha yetarlicha gaplashdik. La'nat! Mohir jangchini la'nat quvvatini o'qishga qiynalasan, lekin mohir jangchi sanikini o'qa oladi. Bu yuqori darajadagi sehrgarlar la'natlangan energiyani aniqroq boshqarishni anglatadi. Oxirgi daqiqagacha nima bo'lishini bilmaysan. Lekin bu yigit butun tanasidan, hatto qilishidan ham la'nat energiyasini to'xtovsiz chiqaryapti. Endi nafaqat harakatni o'qish, uni bir zarbasi o'ldirishi ham mumkin va u o'ziga yetadigan barcha zararni kamaytira oladi. Bu yog'ini senga qoldiraman. Kechirasan, lekin hali o'lmoqchi emasman. Ko'pincha turiga qaraladi, lekin ba'zi sehrgarlar qurol ishlatishi mumkin. Ammo qurolga tayanib, la'nati energiyani e'tiborsiz qolishni istamayman. Senga jangda qurolni ishlatish hali erta. Qurolga la'natni yo'naltir. Janorsan, hali buni o'rganmagandim. Qurolingni onga, unga juda ham ko'p e'tibor beryapsan. Nima bo'ldi qanaqasiga? Qilichim sinib ketdi. Aytgancha u Gojo senseyni shogirdi-ku. Oson bo'lmasligini bilishim kerak edi. Jarohat chiqar, lekin bemalol yuguryapman. Endi ikkalamiz ham qurolsizmiz. Men hali ham jang qila olaman. Biz shunchaki o'ynayapmiz. Rika. Rika? Bu nima o'zi? Shikigami? Bu narsa qatdan paydo bo'ldi? Uni ushlab tur. Qimirla olmayapman. Janorsan, bu qandoq kuch? Kechar. Itadori.